Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi darvozamizni Qoraxon metandan teparoqdagi qishloqqa qo'ydik. 3,5 razmerimiz. O'rtancha variant listlari 0,8, profillari 1,7. Korobkasi 2,1. Ichkariga ochiladi darvoza. Mana ko'rib baho berasizlar. Egasi tanlovi shu o'rtancha variantdan tanladi. Shuni olib kelib o'rnatib berdik. Qoraxondan mana nomerlarimiz, mana Qoraxondan chiqqanda mana o'ng tarafdagi birinchi ko'chadan kirib kelganda mana shu yerga qo'yib berdik darvozani. Mana yo'lga vaqtimiz jarayoni. Ichki taraflari mana ko'rsalaringiz bo'ladi. Obuna bo'lib, kimga darvoza kerak bo'lsa, do'stingizga shu videoni jo'natib qo'ying. Like'ni ayamang. Sizdan bosamiz. Do'stlaringizga tashlab qo'ying shu videoni. Konkursimizga qatnashing. Nasib bo'lsa, tez orada g'olibni aniqlaymiz. Darvozani o'rnatib berishdi. Shunday qilib, chiroyli qilib olib borib o'rnatib beramiz. Rahmat e'tiborlar uchun.